Uf, voy beshim. Ay. Tishlayapti. Ay, o'tirish degan baramdigan. Uf, ay. Aroq degandim ichgandigan. Ikkinchi o'tirishga boradigan bo'lsam. Oy. Uf. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, yana sizga? Ha, yana men. Ha, nima bo'ldi? So'rin tayyor qolgan, sizni birdan birdan deb o'tirish bilan deb kelgan. Ya kulgindan. Va oqshomqaning dadini tekish tortyapman. Mening bugun so'ringa bag'dak holim yo'q. Ya, bugun jiqishmaymiz. Sizga men aroqni jiq zolimaymiz. Bugun odam beshiga bir potliga desakli bo'ldi. Qanday? Nima deydigansiz? Va oqshom ishga aroq men faqat singmidi. Kechich yondirib, qusib esholim qolmadi. Nima deysiz? Kechich qusib. Qusib? Unda siz aroq ko'tardi ekansiz. Go'shtni ko'targan usqon, aroqni ko'targan qusqon degan gap emasmi? Kerak birdan birdan o'tirishtirma. Yo'q, gapni qilmanga. Va sizdan ko'nglingizni ichish bunda oson bo'lgan bila, va qusib, yondirib chiqarmoq osonga to'xtamaydi ekan bu. Endi bu deganingizmi to'g'rimish? Er kishining aroqni ichib atisi yondimiqi, xotin kishining bo'ynidan ajrab ketgandimi jafalik ishim bor. Eliq atisiga bash og'riqi, eliq seriq suvchi o'tdi. To'g'ri dedingiz. Shuning uchun men bugun sizlarning so'ringa bormay. Ya, ma gapni sizga deganim emas. Men so'ringa borsangiz faqat bo'lmaydi. Balliga men sizni aytgilima deb qo'yib qo'yapman. Birdan berib o'tirish bera. Voy, nimanda qildigansiz? Mening bugun so'ringa bog'idek, so'rinda o'tdag'idek holim yo'q deyapman. O'tdag'idek holimiz bo'lmasa, yasukda ish qilib qo'yapmiz. Yo'lni bitib bir ashkil ishmasingiz deb hisoblayman. Men bugun hech qanday chiqmayman, hech narsa bormayman, so'ringa bormayman deyapman. Faqat bog'ingiz yo'qmi? Yo'q. Unda asmanda qiling. Unda bo'lsa qarang. Emsi siz so'ringa bormang. Emsi men so'rindikilni mushagini boshlab ketib Qanda? Men uyak borolmayman desam, siz ularni bek boshlab kelman deysiz-ku. Bo'ldi, boshlab kelmanga ish. Qarang, oldida atayim, emsi siz ekilman deb ketdimi? Sen turam dedi. Mana qilib, undas ma'qul. O'tiring. Bo'pti, sizmi so'ringa bormang. Emsi so'rindikilmi bu yerga kelmasin. Unda bo'lsa ikkimiz mushagini birini ichili. Hey, ma ish bo'lmadi. Hey! Shu ko'tiringa pul qolgan nima deyman, to'kilib ketib ekan. Va bu tortinmayli aroq quyapsiz-ku bu yerda. Bu aroq emas. Aroq olmay nima? Ko'nglim. Odamni zaiflashtirib, kallani qadin chiqirdigan bunda ko'ngilni ko'tirgan bo'ldi. Qarang, otidim balni tanduma, ko'ngil ichmay yamduma degan gap bir elam. Nimanda tushunmaydigansiz? Men bugun kechda o'yin bor. Biz o'yin qo'yg'il keldik. Nurg'unlagan tomoshabinlar kelib o'yin ko'rdi. Men aroq ichib, sahnaga mas chiqsam, men meni qo'llayotgan tomoshabinlarga hurmatsizlik qilgan bo'lmamdimi? Hech nima bo'lmaydi. Agar sahnaga borib, birarib aroq ichib chiqgan bo'lsangiz, qarang. Mushu naqsh aytganda bulbuldek sayrab, kiyikdek yayrab, mezbildek chechilib naqsh aytgan ichilib ketsa deyman. Qachon payzingiz chiqsa-da. Men aroq ichmay sahnaga chiqsammi, ichilib, chechilib harakat qila olayman. Voy, men qarang, sizga men bizning faxrimiz, cho'lpinimiz, men bir rum qaraq sizga tutgan ko'nglimiz nimada tushunmaysiz? Rahmat. Men ko'nglingiz menga tegil bo'ldi. Meni cho'lpan deb e'tirof qilganingizga rahmat. Bizmi bir o'zimizni oysak, sizlarmi bizni bir asrab avaylashni, bu cho'lpanlarni bir o'chirib qo'ymaslikni o'ylasanglar-manda. Va xotirjam bo'ling, cho'lpan sizni hargiz o'chirib qo'ymaymiz deyman. O'chib qolmasangiz tilkingizni ko'lab yondirib chaqin tutimiz yana biz. Unda qarang, aroq kasaldan yiroq degan gap bor. Birarım kichib qo'ysangiz, oshqozon jigarlaringizni dezinfeksiya qilib kasal yuqmaydi. Sizning salomatligingizni ko'ngil bilgirimiz, sizning ko'taginiz, cho'ng bilgirimiz emasmi? Mosh ko'taginingiz, qo'llig'iligingiz, cho'ng bilginingiz. Rahmat sizga. Men sizga deb qo'yay, qarang. Bundan burun bizning nurg'unlagan cho'lpanlar o'tgan. Ular azroq nom chiqarish bilan birsini xiroyinga, birsini aroqqa majburlab, ularning fayzini ko'rish uchun har xil vositalarni qo'llandik. Oxiri ular ichib, chekib fayz qilmaganda aramizdan sholladik. Hatto ba'zilarini u dunyoga yo'lladik. Qani ash naqshchilar, qani ash muzikantlar. Burun fayz bor vaqtida beshimiz qilib ko'tardik. Oxiri ichib, chekib fayz qilmaganda yana qo'pab keyindan o'zimiz tilladik. Ulardan qolgani yaxshi nom bo'ldimi? Aroq kechdi, zahar chekkan degan nomdan boshqa nom bo'lmadi. Buning bizga nima foydasi bo'ldi? Biz qo'y cho'nglamışında içib berayli. Bundan keyingi avlodlar bizni o'rab qolsa qanday qo'la? Qanday qo'yib ketadi? Nima gap qilmasam, chamg'usamga almashda pitik qaynaversiz.
Men sizga bir zahar tanglamadim, ko'nglimni sunavaman-ku. Bilansizmi, o'lamsiz yo. Astagfirullah. Bizning ota-bobolarimiz-chi, aroq sharobsiz, naqshi muqamlarni etib, usul, mashrab, samolarni o'ynab bizga qoldirib ketgan. Mush aroq sharobsiz biroz o'rinda o'tag'ili bo'lmasmi? Eng yaxshisi, tan salomatligimiz uchun mush potilkini cheqib o'tsak bo'lmasmi? Chaqonolmaydi. Potilkis qal chiroyli ochiq suvag'in lozim bo'larmi-ki? Nima deb chaqilolmaydi-ki? Ha? Nima deb chaqilolmaydi? Kecha bizdan ansirab, o'ri o'tagan xotin bolalarimiz uchun bizni mas qilib har xil ko'ylarga, har xil nashaya yo'llar boshlaydigan mush potilkini cheqib o'tsak, mening hamma odam qo'shiladi deyman. Endi bu deganingizmi-ku to'g'ri. Endi bu aroq degan o'zimiz xohlab ichadigan bir saranliq dorisi-kan bu. Buning ustiga chet ellikning bir yil ishlagan aroqini biz bir kunda ichib oldik emas. Shuni qaraganda bu chet ellikdan bizning aroq ko'targanimiz sal yo'g'aroq o'xshamanda. Siz biz aroq kechlar qarang. Mush aroqning potlisiga o'xshaydi ekanmiz juma. Qanday deysiz? Qo'sqova, bo'ynova, beshi yo'q. Manda gaplarni qilmamsiz. Men quloq xo'shaqida gapni qiling. Nada qandoshmagan gaplarni qilmay. Siz qo'shildingizmi? Qo'shildim. Sizni qo'sh qilardimmi? Qo'sh qildingiz. Ras qo'sh qilardimmi? Yaxshi. Manda gaplarni qilmamsiz mana. Unda va sizni qo'sh qilarganligim uchun bir necha tana. Bu yeni zo'lavyapsiz-ku. Yana ko'nglim. Men ishmayman deganki zo'laman. Elang. Men ishmayman. Bir. Men ishmayman. Yo'q dedim. Yo'q. Yaq deydi. Ha deganlar nadi ba? Yaxshilar tutgan ko'ngilni siz yurakka payda ba. Ishmayman deganki zo'limsiz zo'mamda. Manda qila qarang. Emsi bor-ku, mening achchig'ini o'zim ichib tatligini sizga qilaman. Bu yerim achchiq, yerim tatli bo'ldigan o'ttir bo'liklik xo'goning qaznima bu. Voy. Yaratmayapsiz, shundami? Ya, undaq emas. Bizning bir ko'nglimizda bende kelib qoldik. Sizlarning o'tirgan so'rningni jiq. Cho'ng restoran, dajudiyan, pajudiyan, yenildi shoji, poji, oldingda to'qiqo'sh koji, shunda o'tirib shundami? Yaratmayapsiz. Undaq emas, siz Yaqinda bizni bir ko'ngil olgan otayning oldingizga kelib qoldik. Birani biz o'lamsiz deb. Bo'pti, menda qildi qarang. Endi men og'aylarimga sizni bilgan alomat mehmon qilib o'tdim deb poni aytib qo'yibdim. Unda zaraqshmisingizmi bo'pti? Endi biz ko'nglingizni xo'shqaga ishdan birini qilaymi? Unda xo'smaydi. Emsi qarang, gachchi telefon qilib 4-5 qiz oldi boshlab kelib bunda tanspans o'ynagach o'tirdi. Ammo sizga tushadigan birisi bor, semiz bo'g'moq, hoppada. Hech qisi bir gapni qilmagan. Nada topdinglar işte qamlashmagan ishni. Bizning urf odatimizda nada birsiga bir qizga gapiradigan ish bor. Men xotin bolalarim o'zi kelamaydigan ishni hargiz qilmayman. Voy, ilgiriki xotiningizning sodiq 5 yaxshi namunalik erkansiz. Unda o'z tutaputdago chapirasiz. Uningga bo'ladi. Yaxshi. Unda o'z tuta chaparsangiz kayfiyatingizni ko'tarish uchun azroq nish-pish qapoq deb kelayman. Men bundaq kayflarni qilmayman. Bundaq mehnat narsani, bunda qo'ldan kirni men chekmayman. Tanspans o'ynamaysiz. O'ynamayman. Aroq sharab ichmaysiz. Ichmayman. Qapoq chekmaysiz. Chekmayman. Unda o'z butun yog'bi. Nima deb kelgan? Agar meni odim etsangiz, bu ishning birini qiling. Bo'lmasa meni yaratmadi, ko'z qilmadi deymishman. Basharat. Tinkasammi? Astagfirullah. Bo'pti. Voy, ishning birini tanlang. Ha. Tanspansa, aroq, qapoq. Mosh ishning birisini qilmasam zodi bo'lmamda. Ixtiyoringiz zo'limidiq-ku biz. Bo'pti. Odim etganga tozimat degan gap bor. Alaytan meni odim etib kelibsiz. Ko'nglingiz yerda qolmasin. Av qizbola, tanspansa, qapoq, nisha deganlarni nega gapasingiz opiring. Uning qaraganda musho yaxshiroq o'xshaydi, quyinga bo'pti birim ishchay. Endi bir burtuga o'g'avliga o'xshash gap qildingiz aya, Shabrat. Qanday gapni qilmamsiz? To'xtang. Yazdi shepga bo'z yaxshi, may to'maq lozim emas. Tutqunim hurmat sharobi bu quruq tozim emas. Qani eling afandi, nazlish lozim emas. Aram qildi demadi chiqar.
Hoşit! Vay Gembi! Qarang, ağzınızı şundal asınız qag'ayr o'zlikdan chiqib ketadi. Ya Allah, haram bo'lib qolgan kaldak injiqlar. Bo'ldi mana. Voy, dasaklay mana. Çatak yok da. Oy. Birim qarang, işe içmeyli, usun balvanda çambaşık çıkıp kettiniz ha siz? Beşimden ağırlığını koyup de hep beni kitap kaldı. Ha, akşamkının çişini çıkıp etti o. Şimdi çişleyemeydi o, bak olup gitti. Bak olup gitti. Ha, hem dişi dikenimiz. Hem dişimiz. Ha, yerleriniz bir kimdi doğrukan da be, hadi şey. Al diyeyim aytıyorum. Ben mi bana yedi? Aşkım ya. Onu tanrılar dikin ha. Kını hoşa. Hoşa. Meni adım etkenliğiniz için. Şutam. Ko'nglimni yedi koymaganligingiz için. Sınson. Singib ketish için. Kıdırıtım. Kıdırışım için. Davay. Davay. Şiir. Şiir. Bildimki adeti zahar çaçmaktır. Yılandım bomudum birdem hatırcam. Özüne dost ko'rsatgan düşman tishlasa, uning chi zahriga tepilmas malham debgan ko'llar. Qani ho'sha. Молодец. Чухай прайдгалар акыдама. Ey, bu tatlıkos kaç yatık bu da? Çok çivin darısı mı çıkıma o? Vey. Ya Allah. Ya ben soğuk su içmeyeyim, kolam tutuyorken bak koladı. Duyma. Ben hazır içtim. Bana. O. Söpü degen mi oğri. Suyun içken mi oğri degen gibi. Duyma. Ma gibiniz cayda oğlu. Emdişin. Ya, emdişmeyimiz. Neymişka? Bu ne? Bir yadımda quruq ish o'tlasak saat tug'idek. Eng yaxshisi, hali men degan sovrin ketibla. Ashadimda bir ko'nglimizni qo'shga qach, o'tardi bir ishkamaymi? To'g'ri dedingiz. Bu yerda quruq ichib o'tirg'icha asha ko'rib ichish kerak. To'g'ri. Jiring, asha ko'rib ichimiz. Ko'z kısvaya düşman. Ey. Qo'y bo'lmas. Uyag basak. Da bir tanspans oynab o'tag'idek qiz-qizlarni tapqil bo'lamdi. Voy, xotirjam bo'ling ha, biz bu yerda jinnimi topqin bo'lib deyman. Unda o'skatdi. Ey, bag'andik ekan. Tutatan bir chepirami? Albatta, tutatan. Baxshi itami? Aytsiz, latlib yumurdan tat qo'shab. Unda olgandik ekan, hamini bir rumki ishtoq. Taz bo'lsang gadangicha degan gap bor. U havola. Hamini kayt qildik. Payizimizni yaxshi chiqarish uchun yaxshi nechila bir qapoq-papoq tapqil bo'lamdi. Xotirjam bo'ling. Popotandek so'ziladigan do'ngbeqo'nim topqin bo'ladi. Unda o'skatdi. Bırak. Mana adamning maymun bo'lmaqi bir rumka haraq. Maymunning adam bo'lmaqi ming yil jiroq debdi. Bugun biz bir-birimizni tanimagidek, maymun bo'lgidek şeylik. Juring, haraqdan baxtimizni topaylik. Ketdik. Ketdik.